Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Suhayba. 8 yoshga kirdim. Bugun sizlarga Yog'och Qo'nchoqning sarguzashtisi degan hikoyani o'qib beraman. Yog'och Qo'nchoqning sarguzashtisi. Burunqi zamonda ya o'g'li ya qizi yo'q bir bovay o'tgan ekan. U o'yinchoq yasab turmushini qamdaydi ekan. U yasagan o'yinchoqlar kechalarga xo'shallik ilib kelsa-mu, bobayning turmushi yanada g'urbatchilikda o'tadi ekan. Bobay bir bolasining bo'lishini to'liq arzu qiladi ekan. Bir kuni u bir yog'och qo'nchoqni yasab bo'lishiga bir mo'jiza yuz beribdi-da, yog'och qo'nchoq birdanla suvanga kelib, uni "Dada" deb chaqiribdi. Bobay nihoyatda xushal bo'lib ketibdi. Bobay qo'nchoqqa Pinusal deb ism qo'yibdi. Kona paltosini setib, Pinusalga o'qish qurollari elib beribdi. Pinusal maktabda tirishib o'qib, kelgusida dadasini yaxshi turmushga ergizmoqchi bo'pti. Lekin u maktabga borgan birinchi kunila Kona yiza bozoriga o'ynag'ali ketibdi. Pinusal yog'och qo'nchoq o'yinini ko'rish uchun daftar qalamlarini setib biladabdi. Yog'och qo'nchoqlar uni ko'rib, shavqin surat selib patiparaq bo'lib ketibdi. Xo'jayin uni tutlabdi. Xo'jayin uningdan "Nemishqa maktabga bormiding?" deb so'rabdi. Pinusal "Ta'tilga qo'yibdi" deb yolg'on aytibdi-ki, burni birdanla bir yig'ich uzrab ketibdi. Pinusal uzun burnini silab turib rost gap qilgan ekan, burni asliga qaytibdi. Yog'och qo'nchoqlar pul yig'ishib, Pinusalga daftar qalam elib beribdi. Maktabda o'quvchilar Pinusalni bekmu yaxshi ko'rdi ekan. Pinusal nihoyatda aqlli bo'lg'achqa, muallim o'rgatgan darslarni osonla bilib oldi ekan. Bir kuni bir kapsiz bola Pinusalga "Biz o'yinchoq davlatiga berib o'ynab kelaylik" debdi. Pinusal ma'qul bo'pti. Ikkisi o'yinchoq davlatiga qarab minibdi. O'yinchoq davlatida hamma yerda o'yinchoq bor bo'lib, bolalar ertagandan kechgacha o'yinchoq o'ynaydi ekan. Pinusal buni ko'rib, xushalliqda hammani unutibdi. Bir hazordan keyin o'yinchoq davlatidagi bolalarga uzun quloq o'sib chiqibdi. Ular eshakka aylanib qolibdi. Pinusal mu uzun quloqliq eshakka aylanib qolibdi. Bir kuni sirk o'makining xo'jayini Pinusalga ko'zi tushib, uni setib olib, o'yin qo'yishni o'rgatibdi. Pinusal jiq tayoq to'qmoq tashlamayap, oxir o'yin qo'yishni o'rganibdi. Bir kuni Pinusal sahnada o'yin qo'yib etib, tomoshabinlar orasida o'tirgan dadasini ko'rib qolibdi. Pinusal shu an hech nimaga qaramasdan "Dada, men" deb tovlabdi. Xo'jayin ochiqda uning putini urib sundiribdi. Pinusal mang'almas bo'lib qolibdi. Xo'jayin uni bir bovayga setib etibdi. Bobay Pinusalni dengizga tashlab, junchuqlarib o'ltirib, uning terisida dumboq yasamoqchi bo'libdi. Bechora Pinusal suvning ostida jon tashlab varqirabdi. Bir to'p yirtqich baliqlar o'zib kelib, uning tishlashga boshlabdi. Uning go'shti tugab, yig'ichi qolibdi. Suv yuziga laylab chiqibdi.
Däl muşu çagda bir lähäň üzüp kelip, ony bir ýalmapla ýutup ýetipdi. Pinusaw lähäňniň garaňgy gorsakyda ketip ýetip, aldy tarapdan şam ýorugyny körüpdi. Aslida ýorukda olturgan kişi onuň dadysy eken. Dadysy ony izlep ýürüp, deňizge çüşüp ketip, lähäňniň gorsagyna kirip gapdy. Pinusaw dadysyny ýöläp lähäňniň agzydan gutulup çykypdy. Pinusaw dadysy bilen kırgakka üzüp çykypdy. Dada bala ikisi öýge garap ýolapdy. Pinusaw özüniň geçirmişlerini sözläp beripdi. Dadysy onuňga tapatana kılmapdy. O özüniň kılmışlarydan püşaýman kılıp, mektepden hergiz kaçmazlyk niýetiga gapdy. Keyin Pinusaw ras balaga aýlanypdy. O tirişip öýgenip dadysynyň halydan obdan habar apdy. Şunundan itibaren dada bala ikkeýlen bäxtlik turmuş geçiripdi. Hoş,